Assalomu alaykum. Attestatsiya 2024 bazani yechimlarini kelib qolgan joyimizdan davom ettiramiz. Birinchi masalamiz. Yassi bir o'ramdan iborat sim ramkani bir jinsli magnit maydon kesib o'tadi. Magnit maydon kuch chiziqlari ramka tekisligiga perpendikulyar yo'nalgan. O'ramning qarshiligi r barobar 10 darajasi minus 3 omega va yuzasi s barobar 1 santimetr kvadratga teng. Magnit maydon induksiyasi delta t teng 1 sekund vaqt ichida b barobar 0,1 Weber taqsim metr kvadrat kattalikka tekis o'zgaradi. Shu vaqt ichida ramkada qanday issiqlik miqdori ajraladi? Ramkaning qarshiligi temperaturaga bog'liqligini hisobga olmang. Demak, bizga tokli ramka berilgan. Bu ramkamizni magnit maydon kesib o'tyapti. Va mana shu magnit maydonning miqdori o'zgarishi hisobiga bu ramkamizdan tok o'tadi. Ana shu o'tayotgan tokni Joule-Lenz qonuniga ko'ra Q barobar I kvadrat R T yoki Q barobar U kvadrat taqsim RT. Mana shu qonunlarga ko'ra issiqlik ajralib chiqadi. Mana shu ajralayotgan issiqliklarni topishimiz kerak. Magnit oqim o'zgarishi hisobiga biz osongina kuchlanishni aniqlashimiz mumkin. I ga barobar df taqsim dt dan. Shuning uchun mana bu ikkinchi formuladan foydalangan biz uchun biroz qulayroq. Xo'p, mana bu I ekanini davom ettirib topib qo'yaylikchi. Demak, ramkamizning yuzasi o'zgarmadi, shuning uchun s ni o'zini qo'yaman. Faqat db yozaman. Bizda masala shartida aytyapti, induksiyasi 0,1 Weberga tekis o'zgardi deyapti. Tekis o'zgarayotgani uchun shunchaki ikkala o'zgarishlarni nisbatlab qo'yish yetarli. Ya'ni hosila olish, nimadir qilish shart emas. Xo'p, yuzani o'rniga qo'yamiz. 1 santimetr kvadrat, ya'ni 10 darajasi minus 4. Magnit maydon induksiyasi o'zgarishi demak 0,01 vaqt esa, xo'p, 1 sekund vaqt oralig'ida deyilgan edi. Demak 1 ni qo'yamiz. Shunda 10 darajasi minus 6 volt kuchlanish paydo bo'lib turar ekan doimiy ravishda. Mana shu 1 sekund vaqt oralig'ida kuchlanishimiz hech qanday o'zgarish hosil qilmayapti. Demak, mana shu i ning kvadrati 10 darajasi minus 6 ning kvadrati ko'paytirilgan 0,1 1 sekund. Xo'p, qarshiligi esa 10 darajasi minus 3 ga teng. Buni kvadratga ko'taradigan bo'lsak 10 darajasi minus 12 taqsim 10 darajasi minus 3. Bu degani 10 darajasi minus 9 joule yoki 1 nanojoule degan javob chiqar ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Bir uchlari tutashtirilgan o'zaro parallel ikki o'tkazgich bir jinsli magnit maydonda joylashgan. O'tkazgichlar orasidagi masofa 50 cm. Magnit maydon induksiyasi 10 darajasi minus 3 tesla. O'tkazgichlar joylashgan tekislik maydon yo'nalishiga perpendikulyar perpendikulyar. O'tkazgichlar ustiga metal ko'prikcha yotqizilgan. Bu o'tkazgichlar ustida ishqalanishsiz sirpana oladi. Ko'prikcha F barobar 10 darajasi 4 newton kuch ta'sirida o'zgarmas V barobar 10 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanadi. O'tkazgichlar qarshiligi juda kichik deb hisoblab, ko'prikchaning qarshiligini toping. Xo'p. Orasidagi masofa 50 cm bo'lgan. Mana shunday ikkita simli o'tkazgich berilgan. Ularni bir uchini bundoq tutashtirib qo'yibdi. Va bu o'tkazgichlarning ustiga bitta ko'prikcha qo'yilgan. Ya'ni mana shunday bitta o'tkazgich qo'yilgan. Mana shu sistema esa bir jinsli magnit maydonda joylashtirilgan. Maydonimiz mana shu simlar yotgan tekislikka perpendikulyar yo'nalganligini aytib o'tyapti. Xo'p. Endi shu holat tursa hech narsa sodir bo'lmaydi, lekin biz mana bu o'tkazgichimizni
mana bu yo'nalishda F kuch bilan tortadigan bo'lsak va u tekis harakat qilayotgan bo'lsa, F kuch bilan tortganimizda bizda hosil bo'lib turgan mana bu yuza, ya'ni magnit oqim kesib o'tayotgan mana shu yuza kattalashib boradi sim siljish hisobiga va yuza kattalashyapti. Bu degani magnit oqimi B ko'paytirilgan S dan oqim indeksiya o'zgarmagan holatda yuza o'zgaryapti. Shuning hisobiga magnit oqim o'zgaradi. Bu degani induksion tok hosil bo'ladi. Tok hosil bo'lish hisobiga mana bu o'tkazgichimizdan o'tayotgan tok amper kuchi bilan ta'sir etadi va buga qarama-qarshi yo'nalib qoladi. Ana shu amper kuchi bilan biz qo'yayotgan kuchning miqdori tengligi hisobiga bu bir tekis aynan o'zgarmas 10 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanyapti. Xo'p. Bu mana shu jarayon xuddi shu tartibda ketyapti. Bundan tashqari o'tkazgichimizdan tok o'tayotganligi hisobiga xo'p, o'tkazgichimiz qiziy boshlaydi. Xo'p, yana bizda shartda aytib o'tyaptiki, mana bu o'tkazgichlarimiz qarshiligi juda ham kichik deb hisoblanyapti. Faqat mana bu ko'prikchada qarshilik bor. Xo'p, shuning uchun mana shu ko'prikchani qarshiligini R deb belgilab qo'yaylik. Endi biz boya aytgan shartlarimizni qo'llaymiz, ya'ni F kuch, ya'ni biz qo'yayotgan kuch amper kuchiga teng. IBL ga teng bo'ladi. Xo'p, induksion E ekan yozamiz, E ga barobar B ko'paytirilgan delta S taqsim delta T. Ya'ni bizda indeksiya o'zgarmayapti, faqat yuza o'zgaryapti shuning uchun. Xo'p, bu yerda o'zgarayotgan yuzani S barobar qandaydir masofaga siljiydi desak, mana bu delta L. Ana shu delta L ko'paytirilgan mana bu orasidagi masofani D deb belgilaydigan bo'lsa, ko'paytirilgan D deyishimiz mumkin. Delta L esa V ko'paytirilgan delta T ko'paytirilgan D bo'ladi. Shuni hisobiga B ko'paytirilgan V ko'paytirilgan D ko'paytirilgan delta T taqsim delta T bo'lib qolyapti. T'lar qisqarib, demak I ga barobar B ko'paytirilgan V ko'paytirilgan D bo'lib qoladi. Xo'p, bizda bu yerda mana bu masofani D deb belgilaganimiz uchun mana buni ham EBL emas, EBD deb yozsak to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, endi mana bu ifodadan tok kuchini topib olamiz. E tok kuchi barobar F taqsim B da. Endi qarshiligini topish uchun esa R barobar E ga taqsim E tok kuch. Demak, R barobar E kani o'rniga qo'yamiz BVD taqsim mahrajda E tok kuchi. E tok kuchining o'rniga F taqsim BD. Bundan B kvadrat VD kvadrat taqsim F degan qiymat kelib chiqyapti. Qiymatlarni qo'yishimiz kerak. Demak, R barobar. Xo'p, B ni o'rniga qo'yamiz. 5 darajasi 3 ning kvadrati. 5 ning kvadrati 25, 10 darajasi minus 3 niki minus 6 bo'ladi. Tezligi 10 ga teng. D 50 sm edi. Xo'p, 50 sm ni kvadratga ko'taradigan bo'lsak, u 0.5 degan u 25 10 darajasi minus. Xo'p, minus 2 bo'ladi. Mahraj esa kuchning qiymati 10 darajasi 4 newton. Faqat mana shuni 10 darajasi minus 4 newton deb hisoblashimiz kerak. Bu yerda xato ketgan. 10 darajasi 4 emas, minus 4 bor. Mantiqan olib qaraganda ham 10.000 newton kuch bilan bitta simni o'tkazish ustida sirpantirish uchun ishlatilmaydi-da. Bu miqdori juda ham katta bo'lgan kuch. Hop. Shuning uchun 10 darajasi minus 4 ni qo'yamiz. Bu yerda 10 darajasi plus 4 xato ketib qolgan. Shuni hisoblab ko'radigan bo'lsak, R barobar 625 milliamper. Mana shunday birinchi javobga mos keladigan qiymat kelib chiqadi. Shu yerda biroz xato ketgan, lekin masalani yechilishi va mazmuni juda ham yaxshi menimcha. Keyingi masalaga o'tamiz. N barobar 1000 o'ramdan iborat ramka R teng 10 kiloohmga qarshilikli galvanometr ulangan. Ramkaning yuzasi 5 cm kvadrat. U turgan bir jinsli magnit maydonining indeksiyasi V barobar 100 Hz. Shu yerda sal g'alati narsa. Induksiyani
V bilan belgilayapti. Undan tashqari birligini chastotada beryapti. Juda ham bir tushunarsiz narsa. Maydon kuch chiziqlari ramka tekisligiga perpendikulyar. Agar magnit maydon yo'nalishi teskarisiga o'zgarsa, galvanometr zanjiridan qanday quv zaryad o'tadi? Magnit maydon induksiyasi vaqt o'tishi bilan tekis o'zgaradi. Demak, tekis o'zgarar ekan deb hisoblash mumkin. Xo'p, bu masalamizni yechishimiz uchun tok uchun topib olishimiz kerak. Y taqsim R. Bizda qarshilik ham berilgan. Y ni esa har doimgidek yozamiz. Magnit oqim o'zgarishi S o'zgarmagan holatda delta B. Faqat magnit maydon induksiyasi o'zgaryapti, yuza o'zgarmasdan qolmoqda. Pastda esa dt yoki delta T taqsim R qarshilik. Bu yerda o'ramlar soni ko'p bo'lgani uchun mana shu o'ramlar soniga ham ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Xo'p. N ko'paytirilgan S, magnit maydon induksiyasi esa 100 Gz emas, mana shuni 100 Tesla deb turaman, mayli. 100 Tesladan ayirishim kerak. Qarama-qarshi yo'nalishga o'zgardi degan bizlarda. Xo'p. Agar maydon yo'nalishi teskarisiga o'zgarsa, yo'nalish teskariga o'zgartirilgan 100 minus endi minus 100 bo'lib qoldi. Taqsim delta T. Bu R qarshilik. Shunda bizda 200 ko'paytirilgan o'ramlar soni 1000 ko'paytirilgan yuzasi 5 cm ga oladigan 5 10 darajasi minus 4 taqsim delta T ni o'zi turib tursin, qarshilikni o'rniga esa 10 darajasi 4 qo'yamiz. Demak, uchtasi mana bu bilan bu qisqarib ketar ekan. 25 ga ko'paytirsak 100, demak 10 darajasi minus 2 taqsim shu dt qoldi. Delta T qoldi. Xo'p. Endi quv zaryad miqdorini so'ragan. Quv barobar E ko'paytirilgan T. Demak, 10 darajasi minus 2 taqsim shu delta T ko'paytirilgan delta T. Mana bu ham delta T o'zi aslida. Qisqarib 10 darajasi minus 2 kulon zaryad oqib o'tar ekan. Bilmadim, balki mana bu induksiyani miqdorini boshqacha berganda bizga yaqinroq javob chiqardi. Xullas, shu yerda sal kamchilik bor.